Joriy yilning 27-yanvar kuni Prezidentimiz raisligida Toshkent shahrida xavfsiz muhitni shakllantirish hamda jamoat xavfsizligini samarali ta'minlash bo'yicha namunaviy amaliyotni yaratish chora-tadbirlariga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishi o'tkazilgan edi. Unda poytaxtimiz tumanlariga huquq-tartibot idoralari, oliy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalari biriktirilib, tegishli vazifalar yuklatilgandi. Ana shu topshiriqlar asosida Amir Temur nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi hamda xizmatning Toshkent shahar va Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmalari tomonidan mahalliy hokimiyat va mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda Mirzo Ulug'bek va Qibray tumanlarida manzilli tadbirlar tashkil etildi. Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasida mazkur ishlarning mantiqiy davomi sifatida jinoyatchilikka murosasiz munosabatni shakllantirish, ilmiy xulosa, tavsiya va natijalar mavzusida ilmiy-amaliy konferensiya tashkil etildi. Unda bu yo'nalishda amalga oshirilgan tadqiqotlarning yakuniy natijalari muhokama qilindi. Konferensiyada Toshkent viloyati Qibray tumani hamda Toshkent shahri Mirzo Ulug'bek tumanlarida kriminoggen vaziyatni aniqlash va uni oldini olish hamda maktablardagi tarbiya faoliyatining holati bo'yicha bir qancha takliflar ilgari surildi. Ushbu takliflardan kelib chiqqan holatda mahallalardagi va maktablardagi o'quvchi yoshlar bilan ishlash tizimini integratsiya qilish masalalari ham ilgari surib borildi. Konferensiyada nafaqat kriminoggen vaziyatni aniqlash, maktablardagi tarbiyaviy ishlar holati ham o'rganildi. Xususan, mahalla yettiligi vakillari o'rtasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovnoma natijalari va maktablarni video kuzatuv tizimi bilan ta'minlashdagi ayrim muammolarga e'tibor qaratildi. Mirzo Ulug'bek tumanida bo'lgan 37 maktabdan barchasiga aqlli kameralar o'rnatish belgilangan. Bugungi kunda shundan 70% dan ortiq maktablarda ushbu aqlli kameralar o'rnatib ish faoliyati boshladi. Bu ta'lim sohasidagi o'zlashtirishimiz hamda o'quvchilar o'rtasidagi jinoyatlar ulushini kamayishiga ta'sir ko'rsatadi. Ta'kidlanganidek, Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi tomonidan ilk bor Mirzo Ulug'bek tumanining raqamli kriminologik platforma namunaviy loyihasi yaratildi. Ushbu platforma mahallalarda kriminoggen vaziyatni xolis baholash imkonini beradi. Yig'ilishda xotin-qizlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlar masalasi ham ko'tarildi. Bu borada zarur taklif va tavsiyalar berildi. O'sha o'tkazilgan tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatdiki, ayollar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning ildizi avvalambor shu maishiy muammolarga borib taqalyapti. Mazkur toifadagi ayollarga manzilli yondashuv orqali ularni jinoyatchilikdan, jinoyat sodir etishdan qaytarib qolish lozim. Prezidentimiz tashabbusi bilan mahallalarda xavfsiz muhitni yaratish yo'nalishida amalga oshirilayotgan bunday tadbirlar mamlakatimiz ravnaqi va xalqimizning farovon hayotini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qilishi shubhasiz.